Aqiqa haqida, aqiqa sunnatmi? Durustmi? Mana shu haqda. Aqiqaning hukmlari qanday? Mana bu haqda ko'p savollar qilinadi, birodarlar. Farzand voyaga yetib boryapti. Aqiqaning birinchi mustahabligiga ko'p dalillar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hasan ibn Ali va Husayn ibn Ali ikkovlariga ham ikkitadan qo'chqor so'yib aqiqa qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, sahobalardan bittalari rivoyat qilib, bolani 7-kunida nom qo'yishlikka va uning sochini oldirishlikka va uning jonibidan aqiqa qilishlikka buyurdilar. Imom Tirmiziyning rivoyatlari. Muraydatul Aslamiy aytadilarki, jahiliyat vaqtida bizlarga farzand tug'ilganda bir qo'y so'yilardi-da, boshini shu qo'yni qoni bilan bir surtib qo'yiladi. Islom kelgandan keyin biz bitta qo'y so'ydik va sochini oldik va za'faron bilan boshini za'faron surtib qo'ydik. Za'faron bu xushbo'y, bolaning yangi tug'ilgan vaqtidagi bo'ylarini ketkizadigan xushbo'y, muloyim va bolaning boshiga davo bo'ladigan, ya'ni dori narsadir. Shuni tushunishimiz kerakki, demak bola tug'ilgan vaqtida uning shukronasiga 7-kuni qo'y so'yishlik aqiqa va boshini sochini olishligimiz va za'faron mabodo topollasak shu narsani boshiga surtishligimiz va uning boshini sochini miqdorida kumushni tortib ehson qilishligimiz mustahab amallardandir. Tashvish qilinmasin, buncha og'ir kelmaydi, birodarlar. Bu kumush nihoyat bu bolaning sochi oz bo'ladi, uni shu miqdorda kumushni tortib ehson qilishlik bu mustahab amallardan.